Hammaga assalomu alaykum, Xorazm kanalining obunachilari. Bugungi videomizda Urganch tumani G'aybu Oq Maktab mahallasida 400 kvadratli yeronni sotib olishga turibdi. Azizlar, shuni ko'rsatib o'tamiz. Yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Berimiz 400 kvadrat yeronni, dokumentlarning muammosi yo'q, buni ko'rdik elimizda. Gelib üzeri bilan oldi, sotdi, ataverasizlar. İçan tamalanı yine yeronnusunu görədon bo'lsangizlar. Beri ikki variantda sotiladi. Ya'ni xalasangiz egasi bilan kelishsangizlar, polni 400 kvadratni shu ko'rib turganingiz bilan polni kelishib olsangizlar bo'ladi. Agarda yo'q, menga yarimi, где-то 200-250 kvadrat yeri kerak desangizlar, uni ham varianti bor. Uni ham kelishsa bo'ladi. Ekranda egani nomeri bo'ladi do'stlar. Bemalol telefon bog'lanaverasizlar. Yani yarımını deganimiz sebebi birinin egasini uyini yan başında bu tomondan bog'dan o'zi o'tadi yeri borkin, buni bog'ni uzatib qo'ydi deganlar. Agarda yarimi kerak desangiz, bu tomoni egaga qoladi. Shuning uchun men sizlarga hozir ikki varianti bor deganim sababi shu. Ikkinchi varianti, yo'q yarimi olaman deganlaringiz, haddina shu kamerachi turgan yer. Kelaylik, o'sha yerdan ko'rsatib beraylik. Где-то o'sha yerdan to şu çizikdan devorlardan bani где-то 250-260 kvadrat metr chiqadi. Şu anını bemalol telefon bog'lanaverasizlar. Ya'ni общий summa 400 kvadratini 300 million deb turibdilar. Уже 270 ham gap so'ragan ekanlar, bu yerda sotmadik dedilar. Bitari 300 million dedilar. Agarda yarimi bo'ladigan bo'lsa, yangi aytganimizdek 250 где-то 250 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 200 milyona beraman deb turibdilar. Bemalol telefon bog'lanaverasizlar. Agarda shuni kim yo'lini joylarni qidirib bilgan bo'lsa, shu videoni berib qo'ysangizlar, yordamimiz yegan bo'lsa, juda ham xursand bo'lar edik. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.